Assalomu alaykum o'rtoqlar. Inomarka Namanganda bugun BYD Seagull eng ajoyib ko'rinishi bu steklochisitilni bittaligidadir. Agar steklochisitilni kim ixtiro qilganini bilsangiz kommentariyada qoldiringlar. Biz BYD Seagull bo'yicha sizlar bilan tanishamiz. Avtomobilimiz hozirgi kunda eng zamonaviy avtomobillardan hisoblanadi. Sababi tejamkor hamda to'liq elektrda harakatlangani uchun ekologik jihatdan sof avtomobil hisoblanadi. Avtomobil beskulchoq dasturlar bor. Salon qismiga o'tirishingiz bilan sizni multirul kutib oladi. Uskunalar panelida 7 dyumli monitor va markaziy monitorimiz 11 dyumli hisoblanadi. Bespirovoddan zaryadlargacha o'rnatib qo'yilgan. Undan tashqari 12 voltli zaryadniklar. Mashinamiz 3 ta rejimda harakatlanadi. Normal, eko hamda sport rejimlarida harakatlanadi. Avtomobilda obshipka qismlariga ham chizilmaydigan sifatli materiallardan foydalanilgan. Avtomobilning orqa o'rindiqlari ham juda ham keng. Orqada ketgan yo'lovchilar ham bemalol harakatlanib ketishlari mumkin. Xavfsizlik tizimiga keladigan bo'lsak, avtomobilda 8 tadan oshiq xavfsizlik yostiqchalari o'rnatib qo'yilgan. Avtomobilda yukxonasiga keladigan bo'lsak, yukxonasi juda ham keng. Avtomobilning narxi 208 milliondan boshlanadi. Avtosalon adresini opisaniyada qoldiramiz. Bizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada qaysi avtomobillarni ko'rishni xohlaysiz, yozib qoldiring. Biz o'sha avtomobillarni sizga obzor qilishda davom etamiz.